Yalpi majlisda qarorlar qanaqa bajarilyapti? 35 yil arafasida nima ishlar bo'lyapti hududlarimizda? 95% aholisi xursand. Eng kerakli. Qarang, mevali bog'lar, qarang qanday chiroyli. Poytaxtimizning Olmazor tumanida aholi uchun qulay sharoit yaratish va infratuzilmani yaxshilash borasidagi ishlar senatorlarning diqqat markazida bo'lib turibdi. Senatning fan ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi a'zosi Gulnora Ma'rufova tumandagi qurilish va obodonlashtirish jarayonlari bilan tanishdi. Dastlabki manzil Qichqiriq mahallasi. Bu yerda Obod mahalla davlat dasturi doirasida keng ko'lamli ishlar qizg'in pallaga kirgan. Elektr, ichimlik suvi, gaz va oqova suv tarmoqlari yangilanib, ichki yo'llar hamda piyodalar yo'laklari ta'mirlanmoqda. Shuningdek, ko'p qavatli uylarning fasadlari tartibga keltirilib, aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun bolalar maydonchalari barpo etilmoqda. Bu kabi o'zgarishlarning amaliy natijasi qanday va mas'ullar oldida qanday muhim vazifalar qo'yilmoqda? Bu haqida senatorning o'zi to'xtalib o'tdi. Mustaqillik bayramimiz 35 yil arafasida Olmazor tumanida ham juda katta o'zgarishlar, juda katta ishlar bo'lyapti. Obodonlashtirish, qurilish, ijtimoiy obyektlarni mana qaytadan ham ta'mirlanyapti, ham yangi qurilyapti. Bularning hammasi mana shu aholi manfaati uchun. Umuman olganda shu odamlar uchun hammasini noqonuniy qurilmalarni ham olib tashlanib, demak bu yerda chiroyli o'sha dam olish zonalarini tashkil etilyapti. Fuqarolar bilan bo'lgan suhbatlarda biz o'zimizga ancha vazifalarni ham belgilab oldik. Keyingi manzil mahalladagi 432 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ldi. Yuzlab jajji o'g'il-qizlar tarbiyalanayotgan ushbu muassasada maktabgacha ta'limga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligi sababli tashkilot hududida qo'shimcha binolar qurish rejalashtirilgan. Eng muhimi, mazkur o'rganishlar jarayonida senator aholi vakillari bilan yaqindan muloqot qilib, ularning fikrlarini ham tingladi. Bitta murojaatim baribir bitta murojaat. Shunchalik bo'lyapti, Xudoga shukur qilish kerak. Shukur qiladi. 95% aholisi xursand. Eng kerakli. 95%. Yo'q, hali bitgandan keyin bular qancha rozi bo'ladi? Qanaqa yo'llaydi, obamashdan ko'p o'tgansiz. Yaxshi tanidim. Qanaqa yo'llaydi? To'g'ri. 95 aholi xursand hammasi. Xalq vakillarining o'rganishlari davomida fuqarolardan asosan qanday masalalarda murojaatlar kelib tushmoqda? Bu savolga mahalliy kengash deputati javob berdi. Ko'plab fuqarolar bilan muloqotda bo'ldik va bunda ko'p aholi juda ushbu tashabbuslarni va yangiliklarni yaxshi qabul qildi. Ba'zi bir joylarda murojaat qilinyaptiki, nima? Ya'ni obodonlashtirish ishlarini yanada jadallashtirish, ko'plab daraxtlar ekilishi va o'z vaqtida o'sha qurib qolgan daraxtlarni va chiqindilarni olib ketishi ushbu murojaatlarda yangrab turdi. Har bitta deputat o'ziga saylangan uchastkalardan, saylangan saylov okruglaridan o'zimizga yozib oldik va buni muammolarni bartaraf etishga biz ham o'z harakat qilamiz. Ushbu islohotlarda, bu yangiliklarda yangilik yaratish, joylarni va fuqarolarga yaxshi sharoit yaratishda o'z hissamizni ham qo'shamiz. O'rganishlar davomida senator Islomota mahallasidagi kichik bozorda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari bilan ham tanishdi. Fuqarolar bilan muloqot qilib, ularning murojaat va takliflarini tingladi.